Davom etamiz. Hozirgi kunda Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bunyod etilayotgan O'zbekistondagi mega loyiha Islom sivilizatsiyasi markazining kontentini boyitish doirasida ishlar qizg'in davom etmoqda. Kuni kecha Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurgan Vena universiteti islomshunos olimi Aslan Adnanning fikricha, ushbu mega loyiha ayrim mamlakatlarda uchrayotgan diniy toqatsizlik va islamofobiya holatlariga munosib javob bo'lib, u muqaddas islom dini va O'zbekistonning boy ilmiy ma'naviy merosini dunyoga targ'ib qilishda katta o'rin tutadi. Dilfuza Esonova mavzuni davom ettiradi. Islomshunos olim Adnan Aslan Vena universiteti professori. Avstriya poytaxtida joylashgan 100 mingdan ortiq talabalar bilim olayotgan Vena universiteti G'arbiy Yevropadagi eng qadimiy oliy ta'lim dargohlaridan biri hisoblanadi. Men talabalarimga doim O'zbekiston islom sivilizatsiyasining beshigi ekani haqida ta'lim beraman. Bu gal Imom Buxoriy, Imom Termiziylarning yurtini o'z ko'zlari bilan ko'rishlarini istadim, deydi islomshunos olim. Uzbekistan is center of Islamic civilization. Nega men bu yerda turibman? Chunki O'zbekiston islom sivilizatsiyasining yuragi. Agar siz islom tarixini o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta O'zbekistonga kelishingiz kerak. O'zbekiston mening ilmiy faoliyatimning ajralmas qismidir. Shu boisdan men bu yerda bo'lishdan juda mamnunman. Markazda bo'lib o'tgan uchrashuvda yevropalik olimga islom sivilizatsiyasi markazining maqsad, vazifalari haqida keng ma'lumot berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i asosida markazning 2-qavatida xalqaro muassasalar ofislari joylashtirilishi, tadqiqotchilar uchun bu yil kelgusida qizg'in ilmiy ma'rifiy maskan bo'lishi xorijlik olimda katta qiziqish uyg'otdi. We are trying to build one feature with our tradition. Globallashib borayotgan dunyoda davlatlar ko'proq zamonaviylikka intilmoqda. O'zbekistonda esa qadim tarix zamonaviylik bilan uyg'unlashgan holda qayta tiklanyapti. Buning yorqin misoli islom sivilizatsiyasi markazidir. Yevropada islomofobiyadan ko'ra musulmonofobiya bor. Shu kabi salbiy qarashlarga islom sivilizatsiyasi markazi munosib javob bo'lyapti. Prezident g'oyasi atrofida birlashgan mahalliy va xorijlik olimlar islomning haqiqiy tinchlikparvar, ilm, ma'rifat dini ekanini fakt va dalillar bilan isbotlab berishadi. Bu juda muhim ish edi. Yurtingizda bo'lganimizdan zavqlanyapman. Dunyo tamadduniga hissa qo'shgan buyuk allomalar xokini ziyorat qilyapmiz. Ular ilm olgan madrasalarda bo'ldik. Markaz bilan Vena universiteti o'rtasida yangi loyihalarni amalga oshirish rejalarimiz bor. Dilfuza Esonova va Asror Jumaboyev Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.